Do'stlar, Xitoylar nimani o'ylab topyapti? Qarangni, oldimda shunaqa robot apparat. Bu asosan politsiyaga yordam beradigan robot hisoblanadi. Politsiya o'g'rilarni ushlashda yoki bo'lmasa qanaqadir jinoyatni oldini olishda aynan mana shu robotlardan foydalanyapti hozir Xitoyda. Juda ham ommalashib ketayotgan ekan, butun dunyoga o'z eksportni boshlabdi. Haqiqatan bu politsiyaning ishini, securityning ishini ancha qulaylashtırib beradi. Bu jinoyatchini shunaqa ushlaydi, orqasidan quvlab boradi va buni ichida qanaqadir to'ri bor. To'rini jinoyatchiga shunaqa bitta otarar ekanda, jinoyatchini sirg'az ushlaydi. Yoki bo'lmasa yotqizib qo'yadi-da, orqasidan politsiya kelib turib ishini davom ettiradi. Haqiqatan juda ham zo'r ishlangan, suvda ham, quruqlikda ham qanaqa fasl bo'lishidan qat'iy nazar ishlar ekan, tezligi ham juda ham tez va undan tashqari 100 kilometrgacha ishlay oladi. Do'stlar, men Xitoydaman, robotlar ko'rsatmasdaman, hozir sizlarga robotlarni ko'rsatib o'taman. Mana bu it robot. Aylanishini qarang. Umuman boshqacha robot. Asosan buni maktablarda yoki bo'lmasa institutlarda asosan maktab va institutlarda foydalanar ekan va asosiysi juda ham ko'p odamni o'ziga tortish uchun ko'rgazmalarda juda ham ko'p narsadan mana shu robotni xarid qilayotgan ekan. Narxi $4000. Ha?